Bugun men pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Yangi cheklovlar nimaga taalluqli? Kimning pensiyasi to'xtab qolishi mumkin? Kimdan qo'shimcha hujjat so'raladi? Qaysi holatlarda pul vaqtida tushmaydi va nimalarni oldindan tekshirib qo'yish kerak? Bu mavzu faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlari, nabiralari, qarindoshlari uchun ham muhim. Chunki ko'p oilalarda pensiya asosiy daromad manbalaridan biri hisoblanadi. İltimos videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men oddiy tilda to'liq ro'yxatni, real hayotdagi misollarni va amaliy qadamlarni aytib beraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosing. Shunda bunday muhim ogohlantirishlar sizga vaqtida yetib boradi. Avval vaziyat qanday edi? Ko'p pensionerlar pensiya tayinlangandan keyin faqat har oy pul tushishini kutib yashardi. Kimdir bank kartasiga olardi, kimdir naqd olardi, kimdir farzandiga ishonchnoma berib qo'yardi. Bazı ma'lumotlar o'z vaqtida yangilanmasa ham tizim buni dirrov sezmasdi. Masalan, odam boshqa hududga ko'chib ketgan, chet elga uzoq muddat chiqib ketgan, ishga kirgan yoki bank kartasi muddati tugagan bo'lsa ham ayrim holatlarda muammo keyinroq bilinardi. Endi esa nazorat kuchaymoqda. Men buni pensionerlarni jazolash deb emas, balki pensiya to'lovlarida aniqlikni oshirish, noqonuniy to'lovlarning oldini olish va pul faqat haqiqiy egasiga yetib borishini ta'minlash jarayoni deb tushuntiraman. Lekin oddiy pensioner uchun eng katta xavf shuki, hujjatdagi kichik xato, manzil bo'yicha nomuvofiqlik, bank kartasi muammosi yoki vaqtida tasdiqlanmagan ma'lumot sabab pensiya kechikishi yoki vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Shuning uchun bugun men sizga yangi tartiblarda eng ko'p uchraydigan cheklovlar va xavfli nuqtalarni ketma-ket tushuntiraman. E'tibor bering, har bir viloyat, tuman yoki bank amaliyotida mayda farqlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun oxirida men qayerga murojaat qilish, qanday hujjat tayyorlash va nimani yozib olish kerakligini ham aytaman. Birinchi cheklov, shaxsni tasdiqlash va ma'lumotlarni yangilash talabi kuchayadi. Pensionerning pasporti yoki ID kartasi muddati o'tgan bo'lsa, familiya, ism, otasining ismi yozilishida xatolik bo'lsa, tug'ilgan sana yoki JSHIR raqamida nomuvofiqlik bo'lsa, to'lovda muammo paydo bo'lishi mumkin. Masalan, 18 yoshli Hasan ota eski pasport bilan yuribdi. Bank kartasi esa yangi ID ma'lumotlariga bog'lanmagan. Pensiya jamg'armasi tizimida bir xil ma'lumot, bankda boshqacha ma'lumot tursa pul o'tkazmasi tekshiruvga tushishi mumkin. Natijada odam mening pensiyam nega tushmadi deb bank va jamg'arma orasida sarson bo'ladi. Ikkinchi cheklov, yashash manzili va ro'yxatdan o'tish bo'yicha nazorat. Agar pensioner bir tumanda ro'yxatda turib, boshqa viloyatda doimiy yashayotgan bo'lsa, bu ayrim to'lovlar, qo'shimchalar yoki ijtimoiy yordamlar bo'yicha savol tug'diradi. Oddiy pensiya ko'pincha kartaga tushaveradi, lekin manzilga bog'liq xizmatlar, kompensatsiyalar, parvarish puli yoki mahalla orqali beriladigan yordamlar bo'yicha manzil muhim bo'ladi. Misol uchun 72 yoshli onaxon Toshkent viloyatida ro'yxatda, lekin Samarqanddagi o'g'linikida yashaydi. Unga uy-joy, kommunal to'lovlari bo'yicha kompensatsiya yoki boshqa mahalliy yordam rasmiylashtirsa, tizim haqiqatan shu hududda yashaydimi degan savolni qo'yishi mumkin. Uchinchi cheklov, uzoq muddat chet elda bo'lish holatlari. Pensioner chet elga davolanishga, farzandlariga yoki doimiy yashashga ketgan bo'lsa, pensiya olish tartibida alohida talablar paydo bo'ladi. Bu yerda eng katta xato. Kartamga pul tushaveradi. Men qayerda bo'lsam ham farqi yo'q deb o'ylash. Amalda esa ayrim holatlarda tiriklikni tasdiqlash, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, konsullik orqali hujjat yoki boshqa tasdiqlar talab qilinishi mumkin. Masalan, 70 yoshli pensioner Rossiyadagi qizning yoniga kes oyga ketdi. Kartasiga pul tushib turdi, lekin keyin tizim qo'shimcha tekshiruv so'radi. Agar u vaqtida ma'lumot bermasa, to'lov vaqtincha ushlab turilishi mumkin. Bu pul butunlay yo'qoladi degani emas, lekin uni qayta tiklash uchun murojaat, hujjat, kutish va asab ketadi. 4-chi cheklov, ishonchnoma orqali pensiya olishga e'tibor kuchayadi. Ko'p pensionerlar sog'lig'i sabab bankka bora olmaydi va o'g'li, qizi yoki nabirasiga ishonchnoma beradi. Bu qonuniy holat, lekin ishonchnoma muddati o'tgan bo'lsa, noto'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lsa yoki bank talabiga mos kelmasa, pul berilmaydi. Bundan tashqari, ayrim hollarda pensionerning o'zi tirikligi va roziligi tasdiqlanishi talab qilinadi. Chunki amaliyotda shunday holatlar bo'lgan, pensioner vafot etgan, lekin qarindoshi kartadan pul yetishda davom etgan. Shuning uchun endi nazorat kuchaytiriladi.
Masalan, Zaynab opa yura olmaydi. Pensiyasini qizi oladi. Ishonchnoma 50 yilga berilgan, muddati tugagan, lekin qizi buni unutgan. Bank pul bermaydi. Muammo qizining yomon niyatida emas, hujjat muddati tugaganida. 5-cheklov bank kartalari va naqd pul olish tartibi. Kartaning muddati tugashi, pin kod unutilishi, karta bloklanishi, mobil telefon raqami boshqa odam nomida bo'lishi, bank ilovasiga kirish imkoni yo'qligi pensiya to'lovini amalda cheklab qo'yadi. Men ko'p ko'rgan vaziyat, pensionerning kartasi bor, lekin telefon raqami o'g'lining nomida. SMS ham o'sha telefonga boradi. Keyin o'g'il chet elga ketadi yoki raqam yopiladi. Pensioner pul tushgan tushmaganini bilmaydi, karta bo'yicha operatsiya qila olmaydi. Bunday holatda ayb pensiya tizimida emas. Bank ma'lumotlari tartibga solinmaganda bo'ladi. 6-cheklov. Ishga kirgan pensionerlar bo'yicha ma'lumotlarni yashirmaslik, ayrim toifadagi pensiya va nafaqalar ishlash holatiga bog'liq bo'lishi mumkin. Yoshga doir pensiya oladigan odam ishlashi mumkin, lekin ayrim ustamalar, kompensatsiyalar yoki boshqa ijtimoiy to'lovlar daromad va bandlik holatiga qarab qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Masalan, pensioner oyga 1 million 800 ming so'm pensiya oladi, keyin rasmiy ishga kirib 3 million so'm maosh ola boshlaydi. Oddiy yoshga doir pensiya to'lanishi mumkin. Ammo agar u kam ta'minlanganlik asosidagi qo'shimcha yordam olayotgan bo'lsa, oila daromadi qayta hisoblanadi. Natijada qo'shimcha yordam kamayishi yoki to'xtashi mumkin. 7-cheklov. 2 xil to'lovni bir vaqtda olish bo'yicha tekshiruv. Ba'zi odamlar bir nechta to'lovga ariza beradi. Pensiya, nogironlik nafaqasi, parvarish puli, o'qishini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy yordam. Har bir to'lovning o'z sharti bor. Agar bir to'lov boshqa to'lov bilan bir vaqtda berilmasligi kerak bo'lsa, tizim buni aniqlaydi. Misol uchun, bir fuqaro boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov olayotgan bo'lishi, keyin yoshga doir pensiya tayinlanishi mumkin. Bunday holatda qaysi to'lov asosiy, qaysi biri bekor qilinadi yoki qayta hisoblanadi, buni mutaxassis aniqlaydi. Odam ikkalasini ham olaman deb o'ylasa, keyin ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. 8-cheklov. Vafot etgan pensionerning kartasi foydalanish qat'iy xavfli. Men buni alohida ogohlantiraman. Agar pensioner vafot etsa, qarindoshlari darhol tegishli organlarga xabar berishi kerak. Dafn xarajatiga ishlatdik. Baribir o'zimizning odamimiz edi. Pul kartada turibdi-ku degan gaplar keyin katta muammoga aylanishi mumkin. Vafotdan keyin noto'g'ri olingan pensiya ortiqcha to'lov hisoblanadi va qaytarilishi talab qilinadi. Ba'zan bu qarz bo'lib qoladi. Ba'zan huquqiy tekshiruvgacha boradi. To'g'ri yo'l. Daf puli yoki marhumga tegishli qonuniy to'lovlar bo'lsa, ularni alohida tartibda rasmiylashtirish. 9-cheklov. Nogironlik guruhi, tibbiy komissiya va qayta ko'rik muddatlari. Agar pensiya yoki nafaqa nogironlik asosida tayinlangan bo'lsa, qayta tibbiy ko'rik muddati o'tib ketmasligi kerak. Ba'zi guruhlar muddatsiz bo'lishi mumkin, lekin hammasi emas. Komissiya vaqtida bormaslik to'lovini to'xtatishi mumkin. Masalan, yigit guruh nogironligi bo'yicha nafaqa oluvchi fuqaro qayta ko'rikka 15 martgacha borishi kerak edi, lekin keyin borma deb may oyigacha cho'zdi. Tizimda tasdiq yo'q, demak to'lov to'xtaydi. Keyin tasdiqlansa, ayrim davrlar qayta hisoblanishi mumkin, lekin bu vaqt davomida odam pulsiz qoladi. 10-cheklov. Hujjat topshirishda yolg'on ma'lumot berish bu eng xavfli nuqta. Ish staji, ish haqi, qarindoshlik, parvarish holati, yashash manzili, daromad, oila tarkibi bo'yicha noto'g'ri ma'lumot berilsa, keyin tizimlar o'zaro solishtirilganda nomuvofiqlik chiqadi. Hozir ko'p ma'lumotlar elektron bazalardan olinadi. Soliq, bandlik faqat yayo, bank, mahalla, tibbiy tizim, migratsiya ma'lumotlari shuning uchun bilinmaydi deb o'ylash noto'g'ri. Bilinsa, ortiqcha to'langan pullar qaytariladi va ayrim holatlarda javobgarlik ham bo'lishi mumkin. Endi men tomoshabinlarni ortiqcha vahimaga tushirmoqchi emasman. Agar sizning hujjatlaringiz joyida bo'lsa, ID kartangiz yoki pasportingiz amalda bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, telefon raqamingiz o'zingizga bog'langan bo'lsa, yashash manzilingiz rasmiy holatingizga mos bo'lsa va siz hech qanday noto'g'ri ma'lumot bermagan bo'lsangiz, odatda qo'rqadigan joy yo'q. Cheklovlar birinchi navbatda tartibsiz hujjatlar, shubhali to'lovlar, takroriy yoki noqonuniy to'lovlar, muddati o'tgan ishonchnomalar va tasdiqlanmagan holatlarga tegishli bo'ladi. Masalan, 66 yoshli pensioner har oy kartasiga pensiya oladi. Bank kartasi yangi, pasporti yangilangan,
o'zi shu manzilda yashaydi. Chet elga uzoq muddat chiqmagan. Bunday odam uchun yangi nazoratlar faqat tizimni tartibga solish bo'ladi. Lekin u ham kamida yiliga bir marta kartasi muddati, telefon raqami. Hujjatlari va pensiya miqdorini tekshirtirib qo'ysa, yanada xotirjam bo'ladi. Birinchi nozik jihat. Pensiya to'xtasa, bu har doim bekor qilindi degani emas. Ko'pincha bu vaqtinchalik ushlab turish bo'ladi. Sabab bartaraf etilsa, to'lov qayta tiklanadi. Lekin qancha vaqtga, qaysi sanadan qayta hisob kitob bo'ladimi yoki yo'qmi, bu holatning sababiga bog'liq. Ikkinchi nozik jihat, kartaga pul tushgani hammasi qonuniy degani emas. Agar tizim keyinroq xatoni topsa, oldin tushgan pul ham qayta tekshirilishi mumkin. Masalan, 2 oy ortiqcha to'lov bo'lgan bo'lsa, keyingi pensiyalardan ushlab qolish yoki qaytarish talab qilinishi mumkin. Uchinchi nozik jihat. Farzandlar pensioner nomidan hamma ishni qilayotgan bo'lsa, hujjat asosida harakat qilish kerak. Og'zaki kelishuv yetarli emas. Bank, pensiya jamg'armasi, mahalla yoki notariusga borganingizda bu mening onam, bu mening otam deyishning o'zi yetmaydi. Ishonchnoma shaxsni tasdiqlovchi hujjat va ba'zan tibbiy ma'lumot talab qilinadi. 4-chi nozik jihat, parvarish puli yoki yordam olayotganlar ehtiyot bo'lishi kerak. Agar bir odam keksa pensionerga qarayotganini bildirib pul olayotgan bo'lsa, lekin amalda boshqa joyda ishlasa yoki chet elda bo'lsa, bu jiddiy nomuvofiqlik. Tizim buni aniqlasa, to'lov to'xtaydi va qaytarish masalasi chiqadi. 5-chi nozik jihat. Oilaviy daromadga bog'liq yordamlar pensiya bilan aralashib ketadi. Ko'pchilik men pensiyamni olyapman, demak hammasi joyida deydi. Ammo subsidiya, moddiy yordam, kommunal kompensatsiya, parvarish puli yoki mahalla orqali beriladigan yordam alohida tekshiriladi. Birining to'xtashi pensiyaning to'xtashi emas, lekin oilaviy byudjetga ta'sir qiladi. Endi eng muhim qism, nima qilish kerak? Men sizga aniq tartibni aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta muddati, JSHIR raqami, familiya va ism yozilishi, tug'ilgan sana, doimiy ro'yxat manzili to'g'ri ekanini ko'ring. Agar hujjatda xato bo'lsa, uni kechiktirmasdan tuzating. Kichik bitta harf xatosi ham bank yoki davlat bazasida muammo chiqarishi mumkin. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati qachon tugaydi? Karta bloklanmaganmi? SMS xabar qaysi raqamga keladi? Raqam kimning nomida? Bank ilovasi kirish bormi? PIN kod xavfsizmi? Hech qachon kartani, PIN kodini va SMS kodi begonaga bermang. Hatto qarindoshga bersangiz ham. Keyin pul yechilganida isbotlash qiyin bo'ladi. 3-qadam, agar pensioner o'zi yura olmasa, ishonchnomani to'g'ri rasmiylashtiring. Notariusga murojaat qiling, ishonchnoma muddati, vakolatlar doirasi va bankda qabul qilinishini oldindan so'rang. Pensiyani olish, bank amaliyotlarini bajarish, ariza berish, ma'lumotnoma olish kabi vakolatlar aniq yozilishi kerak. Muddati tugashidan oldin yangilashni unutmang. 4-qadam, chet elga uzoq muddat chiqmoqchi bo'lsangiz, oldindan maslahat oling. Pensiya jamg'armasining tuman bo'limiga yoki rasmiy aloqa markazlariga murojaat qilib, qaysi hujjat kerakligini so'rang. Agar tiriklikni tasdiqlash yoki konsullik hujjati kerak bo'lsa, buni oldindan bilgan yaxshi. Chet elda turib muammoni hal qilish ko'pincha qiyinroq. 5-qadam. Nogironlik bo'yicha pensiya yoki nafaqa olsangiz, qayta ko'rik sanasini kalendarga yozib qo'ying. 1 oy oldin hujjatlarni tayyorlashni boshlang. Tibbiy xulosalar shifokor yo'llanmasi. Avvalgi komissiya qarori va shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar tayyor bo'lsin. 6-qadam, ortiqcha to'lovdan qo'rqsangiz, o'zingiz murojaat qiling. Agar pensiya miqdori birdan oshib ketgan bo'lsa, 2 marta pul tushsa yoki sizga tushunarsiz to'lov kelsa, tegmay turay deb emas, darhol aniqlashtiring. Keyin men bilmagan edim deyish har doim ham yordam bermaydi. 7-qadam, pensiya miqdorini tekshirtiring. Ish staji to'g'ri kiritilganmi? Ish haqi davrlari to'g'ri hisoblanganmi? Imtiyozli davrlar inobatga olinganmi? Ustamalar bor yo'qligini so'rang. Ba'zan cheklovlardan ko'ra noto'g'ri hisob-kitob odamga ko'proq zarar keltiradi. Agar sizda mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, eski ish joyidan hujjat bo'lsa, saqlab qo'ying. 8-qadam, murojaat qilganda og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Ariza yozing, ro'yxatdan o'tkazilgan raqamini oling, kim qabul qilganini yozib qo'ying. Agar bankka borsangiz, muammo sababi bo'yicha yozma izoh so'rang. Agar pensiya jamg'armasiga borsangiz, qaysi hujjat yetishmayotgani haqida aniq javob oling. Keyin keling degan gap bilan qaytib ketmang. 9-qadam,
Rasmiy manbalardan foydalaning. MyPoktubuz orqali ayrim xizmatlarni tekshirish mumkin. Pensiya jamg'armasi bo'limlari, bank filiallari, mahalla mas'ullari va notariuslardan ma'lumot oling. Ijtimoiy tarmoqlardagi qo'rqituvchi xabarlarga darrov ishonmang. Hamma pensionerlarning puli to'xtatiladi degan gaplar ko'pincha noto'g'ri talqin bo'ladi. Aslida gap ma'lumotlarni tartibga solish, shubhali to'lovlarni tekshirish va hujjatlarni moslashtirish haqida bo'lishi mumkin. 10-qadam farzandlar pensioner ota-onasining hujjatlarini tartibga solib bersin. Ko'p ota-onaxonlar bank ilovasi, SMS, elektron ariza, ID karta masalasini tushunmasligi mumkin. Bu uyat emas, farzandlar oyga bir marta pensiya tushganini, karta ishlayotganini, hujjat muddati o'tmaganini tekshirsa, katta muammolarning oldi olinadi. Lekin yordam beraman deb karta va kodlarni o'zlashtirish, pensioner roziligisiz pul ishlatish mutlaqo noto'g'ri. Bir misolni olaylik. Onaxon 1.500.000 so'm pensiya oladi. Kartasining muddati iyun oyida tugagan, lekin u buni bilmagan. Iyulda pensiya hisoblangan, ammo karta amalda ishlamagani uchun pulni yecha olmaydi. U pensiyam to'xtabdi deb o'ylaydi. Aslida muammo pensiyada emas, kartada. Yangi karta ochiladi, hisob raqami bog'lanadi, muammo hal bo'ladi. Ikkinchi misol. Otaxon chet eldagi o'g'liniga 10 oyga ketadi. U yerda qolib ketadi, O'zbekistondagi telefon raqami ishlamaydi. Bank SMS'lari kelmaydi. Pensiya jamg'armasi bilan aloqa yo'q. Keyin tekshiruvda yashash holati bo'yicha savol chiqadi. Agar otaxon oldindan tartibni bilganda, konsullik yoki rasmiy kanallar orqali hujjat tayyorlab, pensiya masalasini sirli hal qilgan bo'lardi. 3-misol. Pensioner vafot etadi, lekin qarindoshi keyingi oy tushgan pensiyani kartadan yechib oladi. Dafn marosimiga ketdi deydi. Lekin bu to'lov marhum vafotidan keyingi davr uchun bo'lsa, ortiqcha to'lov hisoblanishi mumkin. Qonuniy dafn puli alohida rasmiylashtiriladi. Pensiya kartasidan o'z boshimga yechish esa muammo tug'diradi. 4-misol. Nogironlik nafaqasi oluvchi fuqaro qayta ko'rik sanasini o'tkazib yuboradi. 1 oy, 2 oy pul tushmaydi. U meni ro'yxatdan chiqarib yuborishi deb xavotirlanadi. Aslida tizimda yangi tibbiy tasdiq yo'q. Hujjat tiklangach, masala qayta ko'riladi, lekin shu vaqt ichida oilaning daromadi uzilib qoladi. Bugun men tushuntirgan yangi cheklovlarning asosiy ma'nosi shuki, pensionerning hujjati, manzili, bank kartasi, ishonchnomasi, chet elda bo'lish holati, nogironlik tasdig'i va qo'shimcha to'lovlar tartibda bo'lishi kerak. Kimning hujjatlar joyida bo'lsa, u ortiqcha vahimaga tushmasin. Kimda muddati o'tgan karta, eski pasport, noto'g'ri manzil, muddati tugagan ishonchnoma yoki tushunarsiz to'lovlar bo'lsa, bu gunoh tekshirishni boshlasin. Men sizga ekspert sifatida eng muhim maslahatni beraman. Muammoni pensiya tushmay qolgandan keyin emas, oldindan hal qiling. Hujjatni tekshirish bir kuningizni oladi. Lekin pensiya to'xtab qolsa, uni tiklash haftalab cho'zilishi mumkin. Agar siz yoki yaqinlaringiz shunday holatga duch kelgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi hududda, qanday muammo bo'ldi, qanday hal qildingiz? Bu boshqa pensionerlarga ham yordam beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qo'shnilaringiz hamda pensioner qarindoshlaringizga yuboring. Shunda ko'pchilik keraksiz sarsonlik va pensiya kechikishining oldini oladi.